Qabul qildim holatimni. Nechta doktorlar bilan gaplashdingiz? Ama oxirgacha bormoqchiman. Nima edi? O'tirurmaganda undan ko'ra chiqib qo'lini sipirib qo'ygan. Yo'q, men yurib kelib charchaganman. Bahodir, nimaga chaqirtirganimni bilgan bo'lsang kerak. Gapirsangiz bilaman-da. Tinchlik? Tinchlik. Sen meni jigarimsan. Bilasan, sen uchun jonim achiydi. Faqat to'g'ri tushun. Seni o'ylab gapiryapman. Hop, nima gap? Xotining bilan ajrash. Jahling chiqmasin. Menga qara. U senga qarash o'rniga sen unga qarab yotibsan. Qachongacha bunaqa kasal xotin bilan yashamoqchisan?